Assalomu alaykum hammaga. Bugun JavaScriptning eng aqlli qismiga keldik. Ya'ni 8-darsimizda mantiqiy operatorlar o'rganamiz. O'tgan darsda biz katta kichik teng belgilarni o'rgangandik. Lekin hayotda shartlar bitta bo'lmaydi. Masalan, agar foydalanuvchi balansi yetarli bo'lsa va mahsulot omborda bo'lsa, xaridni amalga oshirish mana shu va yoki bog'lovchilari JavaScriptda qanday yozishni hozir tahlil qilamiz va ko'rib chiqamiz. Birinchi operatorimiz AND inglizchasi, ya'ni va. Bu operator ikkita belgisi bilan qo'yiladi. Ikkita bu belgi bilan qo'yiladi. Uning asosiy qoidasi natija true bo'lishi uchun hamma shartlar true bo'lishi shart. Endi buni bitta misol bilan ko'rib chiqamiz. Endi buni Google'da chiqsin ko'ramiz. Yuklanyapti. Konsol qismiga o'tib olamiz. Ko'rganlaringdek natija true. Qanday bo'ldi? Bu yerda JavaScript nima qilyapti? Avval chap tomonga, ya'ni yosh 18 ni tekshiradi, bu true. Ya'ni bu yerda yosh 22, 18 dan katta. Keyin o'ng tomonga pulni tekshiradi. Ya'ni 40 mingni tekshiradi. Bu ham true. Bu yerda pul 50 ming pulimiz bor. Ikki tomon ham to'g'ri bo'lgani uchun umumiy natija true chiqadi. Agar bittasi xato bo'lsa, tamom, bu natija false chiqardi. Endi keyingi operatorimizga o'tamiz. Ikkinchi operator bu or operator, ya'ni yoki. Bu ikkita vertikal chiziq yoziladi. Bu operator juda saxiy, unga kamida bitta true bo'lsa kifoya. Endi natija true bo'lib ketadi. Buni ham misolda ko'rsataman. Endi natijani ko'raylik. Natija ko'rganlaringdek true chiqdi. Nimaga? E'tibor bering, bu yerda chegirma kodi degan joy bor. Bu yerda xato false, lekin talaba to'g'ri true turibdi. Or operatori, ya'ni bu operator ya'ni bu operator uchun bittasi to'g'ri bo'lishi yetarli. Bo'lgani uchun bizga true qaytaradi. U faqat hamma shartlar false bo'lsagina yutqazadi. Ya'ni javob false chiqadi. Ya'ni ikkita javob bor, birisi true, biri false bo'lsa, u true chiqaraveradi. Bu operatorimiz shuni ishlaydi. Endi not operatori eng soddasi, lekin eng ko'p adashtiradigan operator. U haqiqatni yolg'onga, yolg'onni haqiqatga aylantiradi. Buni bitta misol bilan ko'rsatamiz.
Bu yerda nima qildik? Dasturda ko'pincha agar login qilinmagan bo'lsa degan shartni qo'yish uchun ishlatamiz. False har doim true beradi. Bu xuddi emas qo'shimchasidek gap. Bu yerda ko'rganlaringdek true oldik. Endi short circuit ko'ramiz. Endi esa eng qiziq joyi JavaScript aqlli til. Agar bunda ikkita bunda ishlatayotganda birinchi shart false bo'lsa, u ikkinchi shartni o'qib ham o'tirmaydi. Chunki baribir natija false chiqishini biladi. Buni short circuit, ya'ni evaluation deyiladi. Uning ham bitta kichik misolini ko'rsataman. Masalan, o'ylanglarki konsol false. Ya'ni tepa qismida natija false chiqadi, matn o'qilmaydi. Bu birinchi qismida. Ikkinchi qismida esa natija true chiqadi, chunki birinchisi true bo'ladi. Ko'rganlaringdek birinchisi false, ikkinchisi true chiqdi. Endi xulosa qanday bo'lyapti? Biz birinchi operatorimiz bu masalan hammasi true bo'lishini xohlaydi. O'shanda natija chiqadi. Ikkinchi bu bittagina true topsa xursand bo'ladi. Ya'ni bittagina true topsa bo'ldi. Natija true bo'ladi. Oxirgi bu hamma narsani teskarisiga o'zgartiradi. Ko'rganlaringdek oxirida ham false chiqqandi. Endi bu dars shu yergacha edi. Bugun darsda ko'rib chiqdik hamma logikalarni. Keyingi darsda ushbu mantiq operatorlarni if else bilan qanday ishlashini ko'ramiz. Kanalga obuna bo'ling, kod yozishni to'xtatmang. Hammaga rahmat, ko'rishguncha xayr.